Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar ayniqsa xalqimizga xos ezgu fazilatlarni mujassam etgan muborak Qurbon hayiti kunlarida yanada yorqin namoyon bo'ladi. Davlat ta'minotidagi oilalar o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi keksalar va nogironligi bo'lgan 11.896 ta oilaga oziq-ovqat mahsulotlari taqdim qilindi. Urganch tumanida ehtiyojmand ijtimoiy resursda turuvchi fuqarolarimiz 5467 nafarni tashkil qilib, Qurbon hayiti munosabati bilan muhtaram prezidentimiz tomonidan 504 nafar nogironligi bo'lgan ehtiyojmand fuqarolarga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilmoqda. Shundan 1487 tasi nogironligi bo'lgan ehtiyojmand fuqarolar hamda 17 tasi yakka yolg'iz fuqarolar. Aynan muhtaram yurtboshimiz Ramazon oyida misli ko'rilmagan xayri saxovat ishlarini amalga oshirib turib, butun dunyoga ibrat va namuna bo'lgan edilar. Ramazon oyida to'xtab qolmaydi bu ishlarimiz degan so'zlarning isboti sifatida bugungi kunda Qurbon hayiti arafasida ham ko'ngli o'ksik xonadonlar, bemorligi borlar, hatto buyrak, jigar ko'chirish operatsiyasiga muhtoj bo'lgan insonlargacha moddiy mablag' ajratildi. Bugun biz Xorazm viloyatimizda ham viloyat hokimligi bilan birgalikda muhtaram yurtboshimizni kam ta'minlanganlarga bo'lgan oziq-ovqat jamlanmasi sovg'asini va qolaversa bemorlarga vaucherlar tarqatib yuribmiz. Aynan bugun yuragimni operatsiya qildiraman degan bemorlar yoki jigar ko'chirtiraman, buyrak ko'chirtiraman deb mablag' topmasdan muhtoj o'tirgan bemorlarning xonadoniga borib vaucher berganda davlat rahbariga, muhtaram yurtboshimizga tashakkurlar, rahmat aytib, ko'zlarida yosh bilan duo qilmoqdalar. Ayni Qurbon hayiti o'zi xuddi shunday bayram. Muhtaram yurtboshimiz yana bir karra bugun butun dunyoga O'zbekiston Respublikasining saxovatini, o'zbek xalqining muruvvatini namoyon qilib ibrat va namuna bo'lmoqdalar. Qaysi bir xonadonda bo'lmaylik, ko'ngli o'ksiklarning qalbiga xursandchilik ulanmoqda. Qaysi bir bemorning oldiga bormaylik, uning muammosi hal bo'lmoqda, xursandchilik bo'lmoqda. Qurbon hayitidan avval mana bu ko'ngli o'ksiklarning ko'ngillari shod qilinmoqda. Tadbirlar doirasida yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlarini omonat hisob varaqalariga 200 AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. Yetim bolalar hamda ota-ona qaramog'idan mahrum qilgan bolalarimizni ushbu qaror bilan viloyatimizdagi 343 nafar bolalarimizni depozit hisob raqamlariga 200 AQSh dollari mablag'idagi pullar o'tkazib berilgan. Shuningdek, ushbu bolalarimizga joriy yilning yanvar oyidan depozit hisob raqamlariga 500 AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari o'tkazib berilgan. Prezidentning muborak Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida joylarda olib borilayotgan keng ko'lamli amaliy harakatlar natijasida minglab oilalarga hayitlik sovg'alarning berilishi inson uchun tamoyilining amaliy ifodasidir. Bu yil Qurbon hayitini yurtdoshlarimiz mana shunday ko'tarinki ruhda nishonlashmoqda.